joyim, mening ko'zlarim degan ekan, donolarimiz. Endi shu ikkinchi o'g'limni ham ozgina qusuri bor-da. Voy. Sog' o'g'lingiz bor. Hozir dedi o'zida aytdingiz-ku, biyat parvardi. Hammaning ham o'zgarchi kamchiligi qusuri bo'ladi. İkinci doim shoir. Voy, menga o'xshaydi. Shoirlarni yaxshi ko'raman. Ay, aka! Kulmay qopman. Ko'zoynagimga hech narsa qilmabdimi ishqilib? Yo'q, hech narsa qilmabdi. Ko'rmisan? Ko'rma-ku! Ko'rgu. Bu ko'rgu, ko'r. Shuncha ko'rmay qolgan ko'rmay uchun. Aka kar bo'lingsan, ko'rmagan. Ya to'xta. Men xo'p bo'lsam, yaxshi qizlarga o'xshashyapti. Shularga bir qo'shiq aytib bersam-chi, ular shunda gapirib qolishar, ha? To'g'ri. Menga zo'r fikr keldi. Xo'sh, Siz hofiz bo'lsangiz, hada? bundoq qarasak yaxshi qizlarga o'xshashyapti. Shularga bitta qo'shiq aytib bersangiz-chi. Anga! Shu narsa bizni xayolga kelmabdi-ya. Endi biz olimmiz-ku. Qanaqa qo'shiq aytib beray, olim aka? Qanaqa qizlardan so'ng hozir qanaqa qo'shiq aytib bersin? Shoshmang. Hofiz aka, qizlarni o'zidan so'rang. Ha, rostdan. So'rang. Xo'sh, qizlar, Bo'ldi, to'xtang. aytinglar. Qanaqa qo'shiq aytib beray? Aytinglar. Ya, shovqin bo'lib ketdi, nima deyishyapti?